Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İslam biz programımızdan 109. saatini görüşünlerini kızgın karşılığımız ben Abdullah Yalğın. Kadirli görürmenlerimiz hemen bağlı bağındak uzun dünmeyen devam kılıvatıdı programımız her haftanın şu saatte. Her birimiz çokum Müslüman diyen hikayemiz özümüzne. Bu sözlenip kilovatkan barlıq temalarda qarğulatca kulaqdan anlavagan şekilde məlumat sahibi, məlumat egisi bolsaq bulmaydigan məsələ bu başqa dinimizdəki hər bir məsələni Allah'ın dərgahında həqiqətən bir tegişlik əcrimizni eliş üçün layiq və doğru şəkildə Allah razı bulduğan dinimizə görsətmələrə layiq şəkildə qılalışımız həm əcr alalışımız üçün çoxum bu sözlənген barlıq temalarını dinimizin görsətməsi büyükçə düşünüşümüz gerek boğanlıq üçün nəhayət təfsili halətdə tema şəkildə huzurluğa sunup kilovatımız. Allah bu bilimlərin həmməsini doğru düşünüp əməl qılışqı müyəssər qılışını diləyimiz Rabbimizin. Programımızın daimlik aziz mihmini həmələ tunuşub boğan hürmətli Ustad Şərq Türkistan Ölümələ Birliyi əzası şunluqla Dünya Müslüman Alimlər Birliyi əzası Abdurrahman Cemal Kaşğari'ni təklif qıldıq. Qımmetli vaxtını çıxırıb qədəm təşrif qılğanlıq üçün köp rahmet etdiniz. Rahmet. Qadirli görürmələrimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqalıq Naq Meydandan tarixli otudu. Ekran alda çıxıb duruyatqan nömrümüz. Şunluqla ictimai fikir vasıtırıdaki alaqı vasıtlarımız arqalıq programımızға alaqadar arqandaq təklif, fikir bolsa, berişanlarını, suallarına bolsa, soruşanlarını ümit qılımız. Şunluqla köplegen qaydandaşlarımızdan faydalanış üçün həm bəhirləb qoyuşunu, həm unutmayızlar. Bugünkü temimiz, biz yaxşı ata-ana qandaq boludu degan temini sözleştiğallıqımızda elan bəgəndik. Bu elbette ötken qatımlıq, ötken haftadaki sanımızda ata-ana mecburiyeti, yani ata-ananın mecburiyeti, yani şu temimizin ahiri aslında bugün yeni texim belki şu ata-analarının fərzəndliği nispeten boğan mecburiyetlerini tamamlaştırımız. Qanda haqiqi layaqatlik ata-ana boğul bulduğallıqını. Bir vasıta kirib gəlsək programımız ustazımda olsa, aldı bilen şu ata-analarının balığa nispeten şu hayat yani onun hayatını qoğdaş mecburiyetten başlayıp kirgen basak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hem sana peygamberimizge dua salamlar olsun. Biz ötken katımlık programında yaramlık ata-ana, ya kabiliyetlik ata-ana, ya yaxşı ata-ananın sübetli alayidliklerini konuşup öttük. Biz yaramlık ata-ananı evlatlarını Allah'ın körsetmesi boyunca terbiyeleydiğen, ilim mərifətlik kıldığan, hidayet doğru yolu başlaydıgan, devrinin takazzası boyunca maharet iktidarları igi kılıdıgan ve uvuluk nişanı için ballarını şuna yetiştirilen ata-ananı, yaxşı ata-ana, ya ki kabiliyetlik, ya ki yaramlık ata-ana deyip tanıştırdık. Şununla birlikte bu yaxşı ata-analıkların düşüncesi təlim terbiye yollarını biliş ve tatbiqlaştı. Ata-ananın üzüləm yaxşı olsa yetmeydi, belki ata-ana təlim terbiye yollarını bilişine bunu yaxşı ata-analıqın takazzasıydı. Yaxşı ata-analıqın vazifesi yaramlıq evlatlarını yetiştirir. Bunun yolu ata-ana koldan gelgen barlıq, imkaniyet, vasıtalarını işletip balınınki yaramlıq adam bolsa, küçük kırışı edip xulasılık qalğan yaxşı ata-ana qandaq oldu degan bu sübət yoki alayidlik yoki ölçəm bilish uchun qarindoshlarning o'tgan qatimqi programmaga murojaat qilishini so'raymiz. Hamda yaxshi ata-ana bo'lish uchun ata-onalik mecburiyetini ado qila olgan. Ata-onalik mecburiyetining höddisidan chiqa olsa, endi yaxshi ata-ona bo'ldi. Bu eng muhimdir. Yuqorida biz o'tgan qatim degandek, ataning ya onaning yoki har ikkalarining yaxshi bo'lishi mumkin, ammo bolalarga xizmat ishlayolmasa, bolalarni to'g'ri yo'l boshlayolmasa, bolalarga tarbiya ishlamasa, u vaqtida bu ata-ona yaramliq ata-onami yoki islom dinimiz tashabbus qilayotgan musli yoki yaxshi ata-ona tushunmam degan biz bu temani o'tgan qatimda to'xtaldik. Bu intayin muhim. Yaxshi ata-ona bo'lsin, cho'qim ata-ona o'zining bolaga qarta, avlodlarga, farzandlarga qarta majburiyatlarini ado qiladi. Endi yaxshi ata-ona degan bu o'lcham uchun. Hem bu yaxşı ata-ananın ölçemlerinden birincisi tabii halde. Burmuç bir yerde ata-ananın kılıştaki mecburiyetleri var. Bu mecburiyetlerden birincisi balınınki hayatını qoğdaş. Biz Kur'an-ı Kerim qarğa vaxtımızda balının hayatını qoğdaş ve ona münasip bir şarait tayyorlab berish uchun 3 turli yo'lni bayon qilganligini ko'ramiz.
Bu yo'llarning birinchisi Qur'oni Karimningki aniq bayon qilishida inson hayotiga chaqirish, inson hayotiga zarar berish harom deb bekitilgan. Chunki dinimizda canını qo'g'dash, er olsun, ayol olsun, cho'ng olsun, kichik olsun, musulmon olsun yoki g'ayrimusulmon kafir bo'lib qolsin, inson hayotini qo'g'dash dinimizdagi eng yuksak maqsadlardan birisi hisoblanadi. Chunki Qur'oni Karim bu vaqtda "Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nas jami'an." Kim birisini haqsiz o'ldiribsa, kim birisini bir millatni haqsiz qirg'in qilsa yoki zulm qilsa deydi, yoki zaminda buzg'unchilik qilsa bugungi biz ko'rayotgan reallikda bu butun insoniyatni o'tdagandek bo'ldi. Bu odam o'ldirishning, inson hayotiga chaqirishning yoki inson hayotiga zarar berishning naqadar bir vahshiy qilmish ekanligini tasvirlab bergan. Demek bu insoniyat hayotida, inson hayotiga chaqiradigan, inson hayotiga zarar beradigan, bir-biriga dushmanlik qiladigan yoki tajovuz qiladigan yoki mustamlik qilib oladigan bu xil illat insonning psixikasida xarakter bo'lganligi uchun dinimiz inson hayotini qo'g'dash uchun mudofaaga o'tish lozim dedi. Canını qo'g'dash uchun qisas elish lozim, jasur bo'lish lozim dedi. Bu to'g'risida "Valakum fil qisas hayatun ya ulul albab" dedi. Hayat lazım bu sizlarga dedi. Qisas elanglar dedi. Demek hamma narsa xo'sh deb turgan vaqtida, bosh egib turgan vaqtida u vaqtida jon ketadigan gap, jonni himoya qilgan. Jonni himoya qilish uchun qo'lingga qurol oldi. Qisasini oldi. Shuningdek islom dinimiz inson hayotini qo'g'dash uchun yoki hayotlikni qo'g'dash uchun odamlarning o'zini o'ttirilishini cheklagan. Qaysi bir sabab bilan bo'lsin, doğru ishib bo'lsin, bir yerdan mollaq etib bo'lsin yoki dengiz o'zi tashlab degandek bo'lsin, bunda o'zini o'ttirib oldigan yoki o'zini o'ttirib sabab bo'lgan bu ishdan cheklagan. Shuning bilan birlikda inson hayotiga tahdid soladigan yoki inson hayotini tadrijiy ufurtib halok qiladigan haraq o'xshash, tamakiga o'xshash, zaharlik chekimliklar o'xshash bu xil narsalarni iste'mol qilishni harom qilgan. Buning dalili Qur'oni Karimda yuhillu lahumut tayyibat va yuharrimu al-khabas. Pak narsalar, foydali narsalar halol insonlar. Nejis bo'lgan narsa yoki insonning jismiga, insonning aqliga, insonning izzat obro'yiga yoki aqidasiga ziyonliq bo'lgan bu narsalar haromdir. Bu birinchi yo'l inson hayotini qo'g'dashlik. Xo'sh. Qur'oni Karimni qarasak, ya'ni Qur'oni Karim biz sunnat kelmoqda tafsilat kelib biz qisqalam to'xtadimiz. Qur'oni Karim ba'zi insonlarningki kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib yoki bolasiningki qiz yoki o'g'il bo'lib qolganlik sababidan janiga zomin bo'lgan bunday bir illatni jo'g'ishtirish uchun kambag'allikdan qo'rqib bolani o'ldirishga bo'lmaydi yoki bolasi qiz tug'ilib qolganlik uchun uni o'ldirib o'tishga yoki tushirib o'tishga bo'lmaydi deb keskin hujjat tushirgan. Bu orqali Qur'oni Karim bolani mayli bo'g'ib o'ldiribsan yoki ko'chaga tashlab o'ldiribsan yoki qo'saqdagi vaqtda jon kirib bo'lgandan keyin tushirib o'tgan bo'lsin, buni qotillikdir. Bu jinoyatdir. Buni cheklash lozim. Bu islomda harom qilindi deb keskin aytdi. Bo'lam bu yerda qiz bo'lib qolsa, ba'zilarninki chiroyi o'zgarib yomon ko'rdigan yoki u baldan qutulishni orzusi bilan tushirib o'tadigan yoki bo'lmagan bo'lsa, onasi bir xil sabablar bilan tushirib o'tish illati bo'lganligi uchun Qur'oni Karim bu ishda vala yaqtulna avladahunna. Demak, bu illat, bolasini tushirib o'tish illati ko'pincha erlar qarg'a vaqtida ayollar tarafida yuz bergan bo'lg'achqa bolalarni o'ttirishga bo'lmaydi. Bo'g'ab o'tdasin, yoki bir xil o'tdasin, yoki qo'saq tuvat o'tdasimi, buni o'ttirishga bo'lmaydi. Bu yerdami bolalarning to'ralmilik hayotini qo'g'didi va o'smirlik hayotini qo'g'didi. 3-chi vaqtidan islom dinimiz bolalarniki dunyoga kelishi, tug'ilish uchun bir munosib sharoit hozirlab berish buyurdi. Ayollarning nikohidan bo'lgan bu qonunliq bolalarniki dunyoga salomat, xotirjam holat kelish uchun munosib bir sharoit hozirlab berdi. Navodi bu yerda ayollar hayoti uzilib ketgan bo'lsa, taloq ahvol yuz bergan bo'lsa, deyli. Demak, ikkilan ayrilib ketgan bunday ahvol ostidami? Ayol kishi eg'riyoq bo'lib qolsa, bu ayolni beqish, uning holidan xabar olish, tug'ib bo'lgan qadar, hatto tug'utning chiqimlarini ko'targan qadar butun mas'uliyat yana ojishib ketgan erning ustiga tushadi. Buningdagi maqsad nima esa? Ayol eg'riyoq holatida bo'lganligi uchun 8 oy davomlasin, hatto 9 oy davomlasin butun chiqim yana eriga tushadi. Maqsad nima esa? Bolani himoya qilish.
Balınınki salamet, çoğun oluşunu himoya qilish. Balının psixikasi buzgan yoki onasidagi davomli yig'ilishidan deyli yoki iqtisodiy ahvolning, moddiy ahvolning nacharligidan yemek içmek nachar bo'lib balınınki ojiz yoki pishqil tug'ilib qolishni oldini olish uchun dadi bo'g'ichi ajrashib ketgan taqdirdami balaning chiqimini ustiga oladi. Va in kunna ulat hamnan fa anfiqu alayhinna hatta yad'na hamnan. Agar eg'ir yoq holatda ajrashib ketgan ahvol bo'lib qolsa, tuqqisha xo'sh nafaqa berish, chiqimini ko'tarish bu erning majburiyatidir. Demak, bu yerda islom dini uch turlik yo'l bilan balaning hayotini qo'g'dash prinsiplarini o'ttirib qo'ygan. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Sizlardir so'zlarning oxiridalamishim. Jismoniy jihatdan mayli tug'ilishdan burun bo'lsin, keyin balaning hayotini qo'g'dash masalasida bunga kapolatlik qilish uchun islom shuncha vala oyat va hadislar bilan dinimiz bu balani mudofaa qilish uchun bu tadbirlarni olganligini. Bu jismoniy jihatdan ota-onaniki balani qo'g'dash vazifasini biroz ochgan bo'lsak. İslam deydi, balalarning dunyoga kelishi, tug'ilish uchun bir xotirjam sharoit hozirlab turilganlar deb buyurgan bo'lsa, shu vaqtning o'zida balalarning jismoniy haqqiga rioya qilinadi. Balalarning salomatlik ahvoliga yoki haqqiga rioya qilinadi, buningdan buyurgan. Bu sebepten ota-onani, dadini, bo'g'ichini balaninki yemek içmekleri, balaning kiyim-kechakları, balaninki davolanish va saqliqqa aloqador ehtiyojlarini qondashqin buyurgan. Xo'sh. Masalan, bu vaqt qarasak, Qur'oni Karimdan dalil keltirsak, Qur'oni Karim onalarning balalarini 2 yil emtishni buyurgan. Xo'sh. Yak tashabbus qilgan. Endi bu balani emtishdan ayırmoqchi bo'lsa, qaysi bir sababdan 2 yil to'shashdan ilgari ayırmoqchi bo'lib qolsa, Qur'oni Karim ayol ikkisi o'rtaq bir nuqtaga kelmay turib, hamkorlashmay turib, yoki maslahat qilmay turib ayirishga bo'lmaydi. Buning sababi nimasi? Balaning huquqini mudofaa qilish. Balaning jismoniy holatini, balaning salomatligini onasi bilan balaning jismining sog'lom bo'lishini himoya qilish maqsad qilingan. Ya'ni shunday Qur'oni Karimda Alloh taolo onalarni balanglarga yaxshi qaranglar deb topilgan bo'lsa, shu vaqtning o'zida dada qarta onasiga yaxshi qarashga muomala qilgan. Buyurgan. Onasiga yaxshi, chiroyli, xotirjam turmush kechiruvdak ya xotirjam balalarni boqqadak bunday bir vaziyat yaratib berishga buyurgan. Bu sababdan Qur'oni Karim dadalarni yoki dada bo'g'ichini oilaning turmushini ustiga olishga va oilaningki yoki balalarning kiyim-kechaklarini normal shaklda, bak yuksak darajada emas yoki baturib siqib qo'yishdan emas, normal darajada ko'tarish mas'uliyatini buyurgan. Masalan, bu vaqtda va alal mavlulahu rizquhunna va kisbatun bil ma'ruf. Balaninki yemek-ichmaklari, kiyim-kechaklari otaning ustiga. Lekin Alloh taolo bir odamning kuchi yetmaydigan ish buyurmaydi. Masalan, palani balasiga manda moda kiyim olib beribdi, sen olib ber deb deyolmaydi. La tukallaf nafsun illa wusa. Her odam o'zininki imkoniyatining yetishicha balalarniki yemek-ichmakka yoki balalarning turmushini qanday bo'ladi. Shuningdek, ya'ni islom dini balalarning jismoniy holatini himoya qilish uchun bir bölek yani qoidalarni o'tirib qo'yadi. Qisqacha bayon qilsak, masalan, balalar olsun yoki oila ichida bo'lib qolsin, halol pok narsalarni yeyish buyurgan. Harom badanga yoki aqlga ziyon qilgan narsalarni iste'mol qilishdan chekilgan. Bu narsaning turi jiq, halol nomijiq, ziyon qilgan narsaning turi jiq. Shuningdek bir odamning 4, 5, yoki 8, 10 balasi bo'lgan bo'lsa, balalarning o'xshash muomala qilish buyurgan. O'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin. Chunki o'xshash muomala qilmagancha psixikasi buzilib, uning jismoniy holatiga tabiiy ta'sir ko'rsatilganlik yana. Shuning bilan birlikda balalarning salomatligiga joyida bo'lish uchun oz degan vaqtda haftada bir qatim bo'lsin jo'nashga buyurgan. Bu yerga balaning kichik vaqtini tatib, balog'at yoshi yetgan qadar. Shuning bilan birlikda balalarning badanining kuchli bo'lishi va aqlining kuchli bo'lishi uchun chiniqib turishga, tanharakat qilishga buyurgan. Nechadan hadislar bor bu to'g'risida. Masalan, buni misol olsak, yugurishga tashabbus qilgan, so'zishga tashabbus qilgan, badan chaniqtirish tashabbus qilgan hadislar. Uningdan boshqa payg'ambarimizning badani kuchli bo'lgan. Masalan, al-mu'minul qaviy degan bu hadisda boshqa tarafga olsakmi, buning qatorida badani kuchli bo'lgan musulmon, ojiz musulmon deyapti. Garchi bu yerda nurg'un doiraning o'z ichiga olsa,
lekin badanning kuchli bo'lishi badani ozdan ya'ni yaxshi degan bu doiraga chiqadi. Unda bo'lgancha badan chaniq turish, buning ko'ngil bo'lash, badanning salomatligini asrash bu dinimiz alayda tashabbus qilgan ahvol. Shuning bilan birlikda yem-kishmak isrof qilib kasal bo'lib qolgan. Masalan, bugungi kunda biz sizning yuragiga ko'rak saldi deydi. Biz sizning ishimiz deydi. Buning hammasi yem-kishmaklik isrofxo'rlikdan yoki yem-kishmakning taqozosi salomatlik ahvoliga rioya qilmaganlikdan kelib chiqayotgan ahvol. Shundaqla dinimiz dua qilgancha badanlarning salomat bo'lishi tilanadi. Allohumma afini fi badanni. Qanday holat bo'lib qolsin, badanning salomat qilinadi. Xo'sh. Uningdan boshqa nurg'unlagan bu ko'rsatmalar islom dinininki bolalarning jismini himoya qilish yoki jismoniy tarbiyasini olib berishda ko'rsatmalarning ko'p ekanligini ko'rib oldim. Alloh razı olsun. Endi shu ota-onalarning axloqiy jihatdan bolalarni tarbiyalash albatta o'tgan soatim biraz degan bo'ldik, buni biraz oshgan bo'lsak. Axloqiy sohada ilgari biz hayot dunyoga kelishini to'xtaldik. Dunyoga kelgandan keyin buni dastlabki bir jism holatida ko'rganimiz, ko'zimiz ko'ringanlik to'xtaldik. Endi axloqda ilgari muhim bir narsa. Axloqda ilgari bir aqida. Axloqda ilgari bir dunyo qarashi. Bu insonning dunyoga nima uchun kelganligini bilishda iborat bir masala. Bu masalani biroz menimcha axloqda ilgari olsak foydali deb qarayman. Xo'sh. Masalan, aqida masalasi yoki iymon masalasi. İslamda bolalarning tarbiyasi aqliy tarafdan, aqida tarafdan va axloqiy tarafdan teng epmanadi. İslamda bolalarning tarbiyasi faqat moddiy tarafga ham yoki jismoniy tarafga shakllanib qolmaydi. Moddiy taraf qanday ahamiyat berilsa, balki bolaning ruhiy tarafi, bolaning aqliy tarafi, axloqiy tarafi, insonlik tarafi yoki insonparvarlik tarafi u darajada xo'sh ahamiyat berildi yoki bunga ko'ngil bo'lindi. Şuna ata-onalar bolalarning jismiga va salomatligiga qanchalik ahamiyat bergandek, bolalarning ruhiy holatiga, bolalarning iymoniy holatiga, aqidasiga, dunyo qarishiga, tasavvuriga buni alohida ahamiyat berish lozim. Masalan, bolalarga yaratqush Alloh haqida ma'lumot berish, inson nima uchun bu dunyoga keldi, inson zot qanday maxluq, vaqt ma'lumot berish, bu dunyo yoki tabiat nimadan iborat, bu inson bu dunyoga nima ish qiladi, o'lgandagi nima ish bo'ldi degan bu haqda bolalarga yetarli darajada ma'lumot berish lozim. Masalan, Qur'on Karim qarasak, Qur'on Karim aniq ko'rsatmalar bilan bolalarga tavhid aqidasini o'rgatinglar deydi. Neçilgan oyatlar. Bolalarga namoz o'rgatinglar deydi. Tashabbus qilinglar deydi. Masalan, qiz bo'lib qolsa balog'at yashayotgan vaqtida yog'liq cheksin deydi. Bu bolalarda bir islohot ro'yi bo'lsin, yaxshilarga tashabbus qilgan, yomon ish bo'lib qolsa, uning oldidan turgan bu xil ruh yetilsin deb qaraydi. Şuna bu ata-onalar bolalarga iymoniy yoki aqida yoki diniy tarbiyasini joyida olib berishi va ularning iymon to'g'risida yoki diniy tushunchalar to'g'risida so'ragan savollar qanoatlanarli javob berish uchun dastlab o'zlari bu aqida to'g'risida zo'r bilan bilish lozim ata-onalar. Xo'sh. Ata-ona o'z bolasi so'ragan savolga javob bermasa, u bola hayron qoladi. Demak, bu yer bir bo'shlik bo'ladi. Bu savol javob topolmagandan keyin ko'chadagi birisidan so'raydi. Ko'chadagi birisidan kallasi nima bo'lib qolsa, bolaning kallasiga bo'sh o'g'anlik uchun u singib ketdi. Shunga bu yerda bolaning iymon to'g'risida so'ralgan g'alati savollar bo'ldi. Ajablanarli savollar. Ajabli gap qildi deb. Uni xafamaslik lozim. Chunki bolaning kallasi kelgan shu savolni so'rganligi bolaning ashuni o'ylanganligini ko'rsatadi. Shunga bu yerda ikkilanmasdan, garchi bolasi xato savol so'ragan bo'lsin, buningga yetarli darajada javob berish lozim. Chunki biz o'tgan hafta degandek bu bolalarni bir sog'lom aqidaga ega qilish, bir to'g'ri tushunchaga ega qilish, bir go'zal axloqqa ega qilish, davrga loyiq bir salohiyatga ega qilish majburiyati kimning ustida birinchi bo'ladi? Ota-onaning ustida. Xo'sh. Olimning majburiyatidan burun ota-onaning majburiyati keldi. Maktabning o'qituvchining majburiyatidan burun ota-onaning majburiyati keldi. Buni ota-onalar obdan esda saqlash lozim. Masalan, ba'zida bolam maktabga bordi, palani olimni tutib berdim. Uninglar tugamaydi. Maktab o'zining vazifasini ado qildi, o'qituvchi yoki olimni o'zining vazifasini ado qildi. Demak, bu yerda ota-ona bo'lgan odam birinchi qilib zo'ri bo'lgan bir musulmon bo'lish salohiyati bilan bilmas bo'lmaydigan ma'lumotlar buni o'zi ta'minlash lozim. Chunki Qur'oni Karim bu vaqtda ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nar dedi. Xo'sh. O'zinglarni, oilangni, balchaqanglarni do'zaxdan saqlab qolinglar dedi. Demak, do'zax kirib ketadigan yo'lning oldini olinglar dedi. Agar bir odam balasiga aqidani o'rgatmasa, sog'lom aqidani, to'g'ri bir ideyani singdirmasa,
o'zining kimligini, tarixini, madaniyatini onun his qildi bo'lmasa, u bola o'zgirlikim degan gap bilan yoki hurlikim degan gap bilan ketaversa, u vaqtda bolasi do'zaxga kirsa, buning mas'uliyatini dadasi tortlamaz tortildi. Albatta. Shu bu yerda bolaninki do'zaxga kirib ketmaslik yoki ayolning do'zaxga kirib ketmaslik uchun dastlabda ota-ona bo'lganida bu xizmatni ishlash lozim. Bu majburiyat buning ustida. Ham shunchalar xizmat ishlasimi, kuchini chiqarsimi, bola yana xato yo'l kirib qolsa, u vaqt mas'uliyat balogat yetgandan keyin ota-onasi tushadi. Bolaning o'zi tushadi. Gadini tushadi. Ammo shu bosqichda ilgari balogat yoshi yetib, qashaqlik qildigan, gap anglamaydigan, ota-onasining gapini anglagandan bakrak, og'inisining gapini anglagan bu bosqich yetishda ilgari bolaga iymon tarbiyasini berish lozim. Axloq tarbiyasini berish lozim. Bir to'g'ri bir tushunchani singdirish lozim. Xo'sh. Demak, bu yerda ota-onalarning bolalarni tarbiyalash mas'uliyati ta'lim tarbiya ishlarida bir ixlosmon bo'lishni. Ya'ni demak, shu maktabga avatib qo'ydim bolamni. Maktabda o'qiydi dedim. Tashlab qo'ysinmi? Bir taqvo bo'lishni. Demak, bu yerda bir majburiyat bor. Alloh taolo menga bergan bir ne'mat bu. Menga bergan bir sinoq. Bu sinoqdan joyida o'tash uchun buni haqqini ado qilishim deydigan ruh ega bo'lishi, uyligi bo'lishi o'zi. Aqidaga bo'ladi, o'zining aqidasi yo'q. Balani nachar axloqdan to'sidi, o'zininki güzel axloqi yo'q. Xo'sh. Yoki namoz o'qish buyurdi, o'zi namoz o'qimaydi. Yolg'on so'zlama deydi, o'zi yolg'on so'zlaydi. Deganda bu işte o'lgi bo'lmasa oqmaydi. Shuning bilan birlikda ilmiy sapasini o'sirish lozim ota-ona. Balam o'qu desa, o'zi bir narsa bilmasa, o'zi kitob o'qimasa, ba'zi o'qidim deb aldaydi. Bir topshiriqni ishlamadimi? Ma kitobni o'qidi, bu kitobdan bir nima tushuncha oldi? Bir qanday mazmun so'zlanibdi? Kunda o'rtaga vaqtida kechdi bir 10 minut balam birga o'qigan narsadan bir narsa deb bas. O'zi azroq bir narsa bilsa uchun, bilmay qolib qolsa, bo'lsa aldaydi. Har kun so'zlab berganda takror so'zlab berib aldaydi. Demak, bu nuqtada ota-onalar azzola ang sapasi ashumay qolib qolsa, bu bolalarniki iymon tarbiyasi, aqida tarbiyasi yoki dunyo qarash tarbiyasida bu yerda joyida rol o'ynayolmay qoldi. Bu boshqa tema o'tashlarga muhim temalarning biri shuni qistirib o'tdi. Tamam. Do'sa hozir imoniy tarbiyaniki albatta shu imoniy tarbiya bo'lgan vaqtida uning keyingi axloqiy hamma jihatdan asli yetilishiga ulsag'an bo'ldi-da hamda har qanday ota-ona. Çünkü bütün güzel insanınki, Müslümanınki barlıq qılıbatqan işleri onun aqidasiga bağlıq bo'lganligi uchun. Aqli tarbiyasının qanchalik muhim ekanligini ota-onalarning bolalarga aqli tarbiya berish ham imoniy tarbiyadan keyin uning kendine abay so'rgan axloqiy tarbiyaning muhimligi. İslam qarasak, İslam bolalarni ruhiy tarafdan tarbiyalashga, aqli tarafdan, axloqiy tarafdan tang tarbiyalashga ko'ngil bo'ldi. Balaning ruhini to'yg'izib, jismini to'yg'izmasa, yana chatash. Uning jismini qoldirib, yemek-ichmak, kiyim-kechak, aqlini qoldirmasa, yana chatash. Cho'qim bu yerda balaning jismiga, balaning aqliga, balaningga, ruhiga, tang buningga ahamiyat berish lozim. Bu sababdan islom dedi inson aqlini topgandan tortib, bir narsani tushungandan tortib, bir o'ylanishga, izlanishga, bir ijodiyat yaratib chiqishga, bir yangilik yaratib chiqishga, aqli iqtidorini oshirishga, masalan hozir 10 yoshli bolalar qarshi bir robotga o'xshab bir narsani yasaydi. Demak, aqlni ishlatganlik. Agar yosh bola kunligi 10 betdan 20 betdan bir kitob o'qish o'rgansa, izlanish ruhi yetildi. Bunga tashabbus qilin. Cho'nglardan sir kichiklarda bu xil ruhni yetildirish lozim. Shu bu yerda ota-onalar bolalarni aqlini tarbiyalash uchun dastlabda bolalarga o'zlarining bir maxluq ekanligini, Allah yaratgan maxluqlarning ichida bir maxluq ekanligini buni his qildirish lozim. İnsanning bu dunyoga bir ibodat qilish uchun kelganligi, o'zining vatanini, zaminda ilgari vatanini gullantirish majburiyatining otilganligini. Ya'ni bu yerda ibodat mas'uliyati bilan vatanparvarlik ruhining baykalligini so'ndirish lozim. İbadet va shu vaqtning o'zida vatanparvarlik ruhining baykalligini his qildirish lozim. Shunday bu dunyoning sinoq bir dunyo ekanligini bildirish lozim. Bu dunyo sinoq. Bu sinoqni o'tash uchun aqlni ishlatish lozim. To'g'ri yo'lda menish lozim va yaramli odam bo'lish kerakligini eslatish lozim. Agar bu 3 nuqta tang ma'no qilib qolsa, sinoqni o'tadim. Hidoyat yo'lda mangdi, lekin aqlni ishlatmaydi. Vazifasini ado qilgan bo'lamdi. Boshqalarning kaynidan yana kirib ketish mumkin aqlni ishlatmas. Aqlni ishlatdi, azzola hidoyat yo'lda mangdi, lekin yaramli emas. U vaqtida islom ummat qilayotgan boshqalarga yetakchilik ruhi bo'lamdi, bundan islohot ruhi bo'lmaydi. Demek bu ruhni tang yetildirish lozim. Aqlni ishlatish, to'g'ri yo'lda menish va yaramli odam bo'lish kerakligini buni eslatish lozim.
Shundoq ota-onalar bolalarni aqliy jihatda yetishtirish uchun bolalarga ta'lim tarbiya mas'uliyatini ado qilish lozim. Xo'sh. Eng muhim mas'uliyatlarning birisi. Bolalarni ilm ma'rifat o'rganishga qiziqtirish lozim. Kitob o'qishga tashabbus qilish lozim. Mustaqil fikr qilishga, mustaqil o'zining fikrini ifodalashga rag'batlantirish lozim. Masalan, o'zi kim? Dunyoga nima uchun keldi? O'zining kimligi nima? Tarixi, qanday tarixda yashagan, madaniyati nima? Bugun qanday bo'lib Yiroq dunyoda, chet dunyoda yashab o'tirdi. Nima uchun o'z chet dunyoda bo'lib qolsam to'xtamay vatanim deb eslaydi. Bu narsani bir tushunishga fursat yaratib berish lozim. Shuning bilan birlikda bu bolalarga o'qish bosqichida to'liqsiz qadam basmay bir nishon belgilash lozim. Ya ota-onasi belgilab bersin, yoki ota-onasi belgilab bersa, bolalarga bir nishonni tug'ish lozim. Nima uchun o'qiysan buni? Sen kelgusi nima bo'lmoqchi? Bu xil ruhni biz bola 8 yosh, 9 yosh qadam basmay bersak, bu oliy maktab qadam qo'yuvchi o'ziniki ya injener bo'lganligi, yoki siyosiy odam bo'lganligi, yoki bir faqih olim bo'lganligi, yoki bir davlat raisi bo'lganligi, yoki faloni odamga o'xshash bo'lganligidan iborat bir xil ruh tiklaydi, g'oya tiklaydi, shuni bo'ylab mandi. Agar bu tiklanmay qolib qolsa, shu o'qish deganni o'qisak bo'ldi ekan, intamda o'ssaklar, sinfda qolib qolmasak, bo'ladi ekan deydigan bu xiyol kallaga kirib olsa, bu bolalardan umid chiqmaydi. O oliy maktab olgancha nishon tiklansa, vaqt o'tib ketadi. Uya kelgan vaqtida o'ylaydi. Ben hozir o'ylab tushib ba'zi bolalar belki. Oliy maktab o'qisaqmi ishlaydi ekanmiz. Pul topadi ekanmiz bir yerda ishlar. Ulardan 4 yil, 6 yil o'qib, yana topqish hozirlar ish chiqib ketsak bo'lmaydi. Bu xiyol yomon xiyolmi? Bu millatning kelgusini yo'qotadigan xiyol. Bu ko'rinish yaxshidek ko'rindi. Ya'ni bo'z bolam janna vaqtida. Bu o'zining janini vaqtidan boshqa yaramaydigan, millatningki majburdan ado qilinmaydigan bir bo'ldi. Qo'sqidan boshqani o'ylamaydigan bir bo'ldi. Nimishqas uning qo'sqida umach yo'q. Qo'sqida bilim yo'q. Bu faqat o'zining janini baqib o'tib ketadi. Bu yer uning kallasi na millat, na kimlik, na vatanparvarlik, na bir narsani topmoqdasiz buni. Shu buni bilim so'ndirish lozim. Buning kallasini yetish lozim, ong saviyasini yetishtirish lozim. Shunga bu nishon belgilash intayin muhim. Shunga bu ota-onalar deymizki, ota-onalarning ta'lim tarbiya vazifasini yoki ota-onalik vazifasini joyida ado qilish uchun bolalarni maktabda o'qitish intayin muhim. Xo'sh. Maktabda o'qish. Ba'zanlar maktab berganmaydi. Bir sabablardan. Yoki ansirish sababidan, yoki qatballik sababidan, yoki xato bir tashviqot uchirganlik sababi. Xo'sh. Bolamning aqidasi buzilib ketamligi. Bu aqidasi buzilib ketadigan bir sharoit masalan Turkiyada yo'q. Bundan boshqa yangi ahvoli. Bu yerda ota-ona maktabning o'qituvchisi ilgirki bir o'qituvchi. Ota-ona o olimni ilgirki uydagi bir olim. Bu xil ong kallasi bo'lib qolsa qo'rqmaslik lozim. Bolalarni bir yaramli odam qilib bersa maktab berish lozim. O'qishga qiziqtirish lozim. Bu millatning mavjudligini, kimligini himoya qilib saqlab qolmasa, ma'arifga dasmiy solish lozim. Ta'lim tarbiyaga dasmiy solish lozim. Eng yuksak mablag'ni solish lozim. Bizning oilamiz, ya'ni uyimiz qancha chiroyli bo'lsa, maktabimiz uningdan chiroyli bo'lmasa, bolalar uyaga talpinmaydi. Ba'zi ahvollar mavjud. Yer ostida o'qiydigan. Vatandikini qo'yib turaylik. Uylarimiz qarasak shundoq noch, ilg'or sitilarda ilg'or yal. Ama balamızdan kallası şu xil saviyada bu emasmi? To'g'ri, ilg'or sitida ilg'or yada o'tsa balning jismi rahat topadi. Ama balning aqlini bir pokiz yada, ilg'or yada o'qitamasa, unda bir sharoitni beramisak, unda bir mablag' salomay qolib qolsa, bu bola qanday bo'lib yetishib chiqadi? Qanchalik bir narsaga erishadi? Demak, bu yerda tamg'i dasmi sog'andan bakrak ma'arifga dasmi solish lozim. Ma millatni qutqizmasak, bu millatninki kimligi mavjudlik haqida has qo'shiman deb qolsak, dasmini tamg'i emas, maktab solish lozim. Bularni İstanbulning markazi bo'lgan Sapako'dagi yerga, Sahrodagi yerga 40-50 kilometr yerda adam chiqib bo'lmaydigan yerga sog'anti mablag'ni bu markaz solish lozim. Nechilagan binolarda 80-100 dan oshmaydi. Ammo Sapako'dagi yoki İstanbulning Uyg'urlar markazi yerda 1000 dan oila ortiq bu. Birdan o'quvchi chiqsa bir uydan 1000 o'quvchi, ikkidan chiqib qolib qolsa 2000 o'quvchi. Maktabda o'qisin, oqshomlari tushak qilsin, darsini o'qisin, kuchlantirgan dars qilsin. Çenik zalı olub qalsın deyli, beden çenik olsun, öz ara bir-birisiyle paranlaşıp cemiyetdeki naçar muhitdən yıraqlasın ise, bunu kuruş, bunun məbləğ salish bu milletninki bugünkü en ciddi taqazzası.
Bu dasmini biyaksirish intayin muhim. Bu ta'lim tarbiya qilgan chog'da diniy ma'rif bilan fanniy ma'rifni tang tutib menish lozim. Bizning har ish qilish ehtiyojimiz bor. Bugungi bizdagi bo'linish, bu millat nima qilib bisha kammaydi deb ba'zan vaqiraydi, jaqiraydi, ish pushidi, ummisin. Buning sababi ma'rifning bo'linib ketganligi. Diniy ma'rifga nuqul buning markazi fanniy sohadan, siyosiy sohadan, ijtimoiy sohadan, idora, davlat, millat, vatan degan narsani tushunmay qolib qolsa, bu faqat tor doiradan alqiyolmaydi, boshqa xizmat qila olmaydi. Masjid kirgan odam xizmat qildi, kirmaydigan odam xizmat qila olmaydi. Tatanmaydi sirt. Endi bu fanniy ma'rifning markazlashib, buningda aqida bo'lmasa, axloq bo'lmasa, ruh bo'lmay qolib qolsa, bu iymon, e'tiqodlik bo'lgan bu odamlarga jipini o'tkazolmaydi. Shu bu millat dinni saqlam tushungan, fannini saqlam tushungan, sağlam fikrlik bir liderga muhtoj bu millat. Oshunda bir lider chiqqan vaqtda bu millat endin o'rtaq bir yerga, o'rtaq ideya bilan ekilanadi. Hergiz bir palanining oizi bo'lganlik uchun kelmaydi. Sağlam prinsip, sağlam ideya, sağlam fikr bo'lgan chaqda keladi. Shundan bilan birlikda bolalarni kitob qiziqtirish uchun bir oila kutubxona shakllantirish lozim. Masalan, aqidani o'z ichiga olgan, axloqni o'z ichiga olgan, ilm ma'rifatni o'z ichiga olgan, tarix, edebiyat deyli va shunga o'xshash savolni o'z ichiga olgan bir kichik bolalarning saviyasiga uyg'un holatda bir kutubxona shakllantirish lozim. Bu bolalar bir joyda o'ynab kelsa 5-600 ni, hatto 1-2 ming tiydan bir oshxonada zoya qiladi. Acaba bolasi 10 kitob olib bersa, shu qanaqri. Nima qilsa bolam bu kitobni o'qib deydi. Çünkü o'zi kitobdan qimmatini bilmaganligi uchun, millatni tirik tuyg'izgan narsa ma'arif, ya'ni qog'oz va qalam ekanligini bilmaganligi uchun, bolasining kitob olib berishga demaydi, 1000 TL'ga, ammo 1000 TL'ga bir oshxonada kavob yegizishlar bizning odam. Ya'ni demakchi o'g'ini jismon ko'ngil bo'ldi, uning aqli bilan kar yo'q. Bu aqlni tushirish lozim. Bu jism qanday holat bo'lib qolsa, normal bo'lsa, o'zininki vazifasini ado qiladi. Bolalarning kitob o'qimni desak, ota-ona o'qish lozim. Ota-ona o'qimdi. Bir öğret qarsak mesela anası yatak telefon gördü, dadısı ayada televizor gördü. Akisi bizimi gördü, ukisi bizimi gördü. Küçükken sen oku, tapşırıqan işlersin. O okundu, okumaydı. Akisi görüp, akam televizor görüp, nemiş qilmay işleymen deydi. Çoğunu görüp, balam var, dersini okumadıysa, anısı kino köygün düşken bolsa, okumaydı. Bir okuş muhitini yaratish lazım. Unda olgan çağda ata-ana desktopda kitap okuş lazım. Her gün hiç bo'lmagan çağda, kelangli bolalarni birlikte okuyaylik. Bir edebiyat okuyaylik, tarix okuyaylik, biz kim onu bir bileylik, akidemizni öğreneylik, ahlakımızı düşünelim. Yarım saat birlikte nöbetlen kitap. Bu ruh mevcut olsa, endin okuş muhitini şekillendirgen bu. Bu internet degan narsani kontrol qilsak, telefon degan narsani kunlik 1 soat ishlatishga bo'ldi, qolgan soat yurganlasak, o'qish bosqichi. Yashasham mumkin emas, yashasham mumkin emas. Masala. Bu kontrol qiladigan masala. Endi bolalar yaxshi do'stlar bo'lib qolsa, birga yurishga ruxsat qiladigan, agar do'stlarning ichida nachar, axloqsiz bo'lib qolsa, chekarman bo'lib qolsa, yo namoz o'qimaydigan bo'lsa, yoki o'rin abga bakatalar bo'lsa, uni yiroqlashtirgan bu tarbiyani ishlash lozim. Bu palonning bolasi edi, ko'ngli keldi bilan bo'lmaydi. O'zingning bolasidan halok bo'lishga xohlasang, palonning bolasi qo'yma. O'lchamlik bo'lsa, adash tutsin, o'lchamlik olmay qolib qolsa, o tuqqani bo'lsin, tuqqani bo'lmasin, bu yerda cheklama qo'yish lozim. Shuningdek, bolalarning vaqti yana chiqib qolsa, kurslar bog'lash lozim. Maktabga boradigan bolalarni 8 soat o'qib yetamiz. İngliz tilini o'rgansin. Maktabdan sirt yana uyda telefon o'ynab, televizor ko'rib vaqtini o'tkazib o'tadigan bo'lib qolsa, buni kursga bog'lash lozim. Yasham kuni damasin 3-4 soat aramas uy. Akisi bilan deyli, dadisi bilan deyli, onasi bilan deyli. Bosh kunda ishlaydigan, tijorat qilgan dadalar bir kun vaqtini chiqasin bolalar. Odaşlarga tashlab berib, kaskanmas yerda cho'gilganning o'rniga o'zi bozor cho'glasin, o'zi sayohat o'rnlariga olib borsin, o'zi bir joyda tamoq yesin, o'zi bir joyda ko'ngil rahatlansin. Balani kontrol ostida qolsin. Bu intayin muhim. Bo'sh vaqt chiqib qolsa, bo'sh vaqtni to'ldirmagandakilar uninki o'rniga nachar narsa. Shunga ingliz tili kursi berish, masalan, Turkiyani misol qilsa, Photoshop deymiz yoki InDesign, Adobe jamoatiningki Word o'chib o'chirasi, buni yuritishga beraylik, deb shu. Bugun kunlikda kodlama deydigan sistem bor, TIT. Obdan o'rganib qolsa, ingliz tilini bilib, obdan o'rganib qolsa, $1000 maash oladigan masala, uyda o'tirib turib, buni 15 yoshlik bolalardan boshlasa, ingliz tilini bildigan bo'lib qolsa, 17dan deyil 15dan yuqori, 2 yil ash bola ishlasa, 2 yil tirishib qolib qolsa, oliy maktabda o'qiyverdi, kunda uyda o'tiribmi,
bu $100 pul topa oladi deydi. Bu imkoniyat bormi deysiz? Demek bu yerda ta'lim tarbiyani bu shaklda sala olsak, bu shaklda markazlashtirib olsak, u vaqtda bolalarning aqlini ochalagan bo'lamiz, bolalarning aqliy tarbiyasidagi majburiyatimizni ado qilgan bo'lamiz. Agar unda qilmasa qo'sqa to'yib bilib, bolam nagvan o'ynagan ketib palarni kunda ilib uyada, ilib uyada. Bu bola nima bo'lib chiqadi oxiri? Qo'sqa to'ysa, agar tushsa, misolga olsak, tamoq yemay qolib qas telefon qilishi mumkin, bolam tamoq yemadan nadisan. Ama mektapga bardımı, barmadımı? Bir atansı o kadar mektaptan jığınağa. Hiç bulmaz 10 günde bir katı mektap ver, balam kile utandı, kemme utandı. Bu okuş seviyesi nereden gitip vardı, bir soraş ahvalı var mı yok mu? Yataşa koy. Ya turmuş hareketçilik olan yok aldı. Bu köngül bölüş bulmaya kapı kalsa, ballarının akli terbiyesini caydı ada kıyılmadı. Kulasılığa vaktimizde, yani bunu noktalığa vaktimizde, ata-analar balalarınki aklının sağlam üst bitiliş için, bala 15 yaş etrafına yetken kız oğullar basqışıda, balaların ahlakı intayı arkadaş lazım. Yani bunun intayını ahmiyet biriş lazım. Bu toğru men otamdı, çetlep gitip baram. Biz keyin qaytib kishki so'raylik biraz tafsil to'xtalish uchun ahlak demasini. Mesela balık muhabbetleştim de koçada uyan bir yan jüremdi, ne gitip vardı. Bunun telefonu bir ançımış, dadısı oğandı ki mesuliyet noktasın. Kimler öyle görüşüyordu, halal gap kılıp haram gap, bunu bir tekşürüp bakış lazım. Bu hususiyetçe kılganlıkını katara girmeydi. Hata yoldan balını himaye kılış katara gir. Ama absuski mümkünlükte dikkat kılmaya kap kalsak, balını kontrol kıyılmaydıgan bir davrda yaşayotimiz. Biz ötken katım dedik. 20-30 yıl ilgili balık hapsasa, biz öyle oynagını. Bir kart oynagını belki. Normalrak bir enim olsa. Ya ki bir top oynagını değil. Anda ya keşif mümkün. Bugün küllekten xatarlik bir basqışga ketyapmiz. His qilib, his qilmay, o'yinin ichidan kontrol qilinmaydigan bir dunyoda yashayapmiz. Shuning bu yerda intayin bu qiz o'g'illarga, balog'at yoshiga yetgan bolalarga qattiq kontrollikni kuchaytirish lazım. Herkesin bu nuqtaga kelgancha bolalarning bugungi bu o'zgurlik ham, hurriyatim. İslam dinida o'zgurlikdan chekinib bor ekanligini his qildirish lazım. Masalan, balang 7 yoshga yetgan vaqtida namaz o'qishga tashabbus qilinglar. 10 yoshga borgan chog'da namaz o'qinilmasa qulqini tatib qo'ying deydigan. Bu ta'lim tarbiya nuqtasidan o'zgurlikning islom dini cheki bor. Biz liberalizmda yashamayapmiz, g'arbda yashamayapmiz, yana biz musulmonda yashash uchun islom doirasiga hurriyat haqqimiz. Sening mas'uliyating o'qish. Maktabni o'qi. Axloqingdan chekinma. Bu tarbiyani berish lazım. Shundan islom zid bo'lgan idealiga, tushunchalarga kirib qolishdan bundan ehtiyot qilish lazım. Yani bolalarniki yuqori deganimizdagi telefonlarda yoki iPad o'chi narsalarda qalaymaqan filmlarni ko'rish, yalang'och suratlarni ko'rish, bu ehtiyot qilish lazım. Chunki biz bilib bilmay xato yo'lga diqqat qilmay qolsak, u yerdan keyin yig'inmay qolamiz. Shundan bolalarning tamakidan, gerçi tamakida bazı alimlar yengilroq narsa desimi, lekin haromlikdan shak yo'q. Bu haromning kuchli darajadagi harom bu. Töven derecede haram. Bu tamak faydalıkmız, faydası var mı yok. Ziyan mı? Ziyallık. Ziyallık mı? Demek İslam değil, la zarar ve la zirar. Ziyallık nesinin kullanışkı olmaydı. Bu noktadan tamakın haram deyip aytadımız. Çünkü bu tedrici insanın hayatına xavf ekelemdi, tehdit ekelemimiz yukarıdığımız tavuk ekil. Bu tamakiden çeklaş arkalık ballarınki zəhərlik çikimlikki kirib qalışdan aldığın için tamakine gerçi yengilrek haram olsun, bunun keskin çeklaş lazım. Bunu qattiq kontrol qilish lazım. Yani shuningdek bolalarning badan sog'lomligini, aqliy sog'lomligini qo'llash uchun bu ekran do'simi deyish lazım, ota-onalarga berish uchun balog'at yetgan, mayli o'g'il bo'lsin, qizlar bo'lib qolsin, bularniki o'zi qo'li bilan lazzatlanadigan deyli yoki boshqalar lazzatlanadigan bu xatolikni maxfiy odat deymiz, lazzat. Bu illatdan yoki bu kasallikni qattiq ogohlantirish lazım. Bu yaman ağır. Birisi bu bedenge ağır derecede ziyan ekil. Hoş. Bedenini kesel kıl. İşte beden azlaşkandayken akıl xamuş, gomuş olurdu, işlemeydiğen bu oldu. Leşmeyeceğiz olurdu, okuşumu hoş yakmaydiğen, yanı bizden hoş yakmaydiğen. Küçükken bir boran çıkıp kapkaslam derhal kesel olduğun nurgun afetine gibeşi bu. Hoş. Şunu bu insanın bedenine psixik ziyan ekildiğen, aklı ziyan ekildiğen,
aqidasiga hatto iymoning ziyon ekildigan bu qo'l lazzatlangan bu illatdan qiz o'g'illarni balog'at yoshi yetayotmay bulardan munosib bir shaklda ota onalar xizmat ishlash lozim. Bo'lmay qolib qolsa, birisi bolaning jismi kasalligi bo'ladi, ikkinchisi aqli go'mishlashib, uxlaydigan, kal kelmaydigan, bu millat nada, biz nada, vatan nada hech narsa o'ylamaydigan bir xato yo'lga kirib qoldi. Bunga diqqat qilish lozim. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuni qilib bugungi sonimizni mushada oxirlashtiraylik. Haqiqatan keltirilgan misollar har jihatdan har bir ota-ona uchun nihoyat qimmatli ma'lumotlar berildi deb qarayman. Inshaalloh o'tgan soat va bu soatdagi programmamiz mushu misollarning hammasini nihoyat inchiklik bilan diqqat qilgan shaklda har bir ota-ona farzandlarga mushu ta'limotlar bo'yicha muomala qonunini ishlar o'zgaradi deb umid qilamiz inshaalloh. Alloh umr basi oldimizdagi sonda boshqa bir temada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.